Meryem. Menim Busak Akim'in annasım. Men sizlerden makavatlarınızdan saralgan kichkitay baqitfim. Biroq da kichkitay bo'lsam-da, ulkan quvonch savoytinima senimdiman. Hozir anamdan qursog'imda zatib ardavsti. Ko'ngli Meryem maqavatdi. Sizi alamım. Akim nağız yer azamat bo'lsa-da, yuragidan o'te yumshoq ekanini bilib qo'ydim. Meni havaqalma sipab kichkitayim deb kiritgandan o'te baqdi ko'zi yinem. Anam men kunduz tuni surishamiz. Aytpaqsi menin nemisi qashikenimda diskim kapta anam da bilmaydi. Sizlarmen tezlik ko'rishgim kelib yurgandan hozir qopiyani olsam, biroq men jinniga kelganda barimiz kelimet ko'ngilmen o'ylaymiz deb va'da beringizlar. Va'dami sarayda sendim. Salimmen Busak kızımız